Bugun sizlar bilan yana makiyaj qilamiz. Bugun meni laqablarim haqida gaplashamiz. Ularni nimaga yoqishini, nimaga yoqmasligini aytib beraman. Video ko'p minutli bo'lgani uchun yaxshilab o'tirib olaylik. Birinchisi Diora. Menga pram yoqadi. Dioraga 10 dan 10 ball beramiz. No, yana bittasi bor. Xuddi shunaqa Diora. En yomon ko'rganim kolxozni eshitiladi, pram qusmorim keladi. Ismimni yomon ko'rib ketaman shu Diora deyishsa meni. Men iltimos Diora deylar. Men ko'plarga aytaman, keyin kulishardi shundan. Nima farqi bor deb. Nima farqi ko'p. Biling, sivribkamni surmadim-ku. Ikkinchisi, уже почти yo'q bo'lib ketgan laqabim. Bitta dona odam shunaqa deydi, Dora. Где-то 12 yoshligimda hamma почти meni Dora deyirdi. Chunki Instagramda akkauntim Dora edi. Uchinchisi, ko'p Dioralarga yoqadigan, lekin menga eng yoqmaydigan laqab bu Diyosh. Boshimga og'riq keldi Diyosh deyishim bilan. Yoqmaydi, kolxozni eshitiladi. Diyosh, nima bu Diyosh? Men eng yomon ko'rgan odam mana shunaqa deb chaqiradi. Keyingisi Diyorboy. Eng yoqadigani, biram eng yaqin odamlar meni Diyorboy deyishadi. Diyorboyga undan 100 olib berib. Короче, keyingisini eshitsanglar, ingliz tilini biladigan odamlar meni отписка qilarishi mumkin. Dik. Jasmin o'rtog'im to'qigan. Kichkinaligimizda переводini bizga bitta bola aytgan. Конечно же, u ismini aytmay qo'ygan, lekin hozir opam meni Dik deb chaqiryaptilar. Keyingisi Didora. Zilala o'rtog'im meni shunaqa Didora deb chaqiradi. Undan 100 ball beraman bunga. Keyingisi menga eng yoqadigani oyim meni chaqiradi shunaqa deb. Bo'ton qizim deydilar meni. Pram yoqadi. Kichkinaligimda oyim shunaqa ism topgan menga. Butun qarindoshlarimiz meni shunaqa Bo'ton qizim deyishardi, bo'ton qiz deyishardi. Hozir kamdan kam mana shunaqa desalar xursand bo'lib ketaman. Целый день meni настроениямni, даже o'lib qolsam настроениям buzilmaydi. Keyingisi Chinoram. Adam meni Chinora deb chaqiradilar. Undan бесконечность beraman. Ikkita aytaman hozir sразу. Bittasi Bidi и prokuror. Akam, opalarim shunaqa deb chaqirishadi, Bidi prokuror deb. Prokuror nimaga deyishadi? Chunki men kichkinaligimdan rosa ham любопытная varvaraman. Hamma narsaga qiziqib ketaman. Nima ham makiyaj qilmayapman? Kech qolyapman. Keyingisi qizi. Qizi mana shunaqa gaplar o'zim kolxozni eshitilardi. Lekin hozir yoqmayapti. Mana qanaqasiga gaplashasiz? Уже bo'yanmasdan turib aytganimga laqablarim ham qolmabdi. Laqab hozir tushuntirib bera olmayman-da. O'zi ismim kulgili. Shu bilan videomiz tugadi. Обязательно kommentariyada o'zingizlarning isminglarni, eng yaxshi ko'rgan klichkalarni, eng yomon klichkalarni yozib qo'ysanglar, hammalarnikini o'qib javob berishga harakat qilaman.